Erdo'g'on katta o'yinni boshladi. Turkiya yangi dunyoda markazga aylanmoqda. Keskin burilish. Eron erkinlik loyihasini rad etdi. Mojaro yanada chuqurlashdi. Kreml signali keskin. Dmitriy Medvedev Yerevan uchrashuviga ochiq hujum qildi. Putin uchun yangi zarba. Makron Kavkazda katta reja boshladi. Ukraina dronlari Moskvadagi paradda uchib o'tishi mumkin. Zelenskiy. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Erdo'g'on katta o'yinni boshladi. Turkiya yangi dunyoda markazga aylanmoqda. Rajab Tayyip Erdo'g'onning Turkiya endi o'sha Turkiya emas, dunyo ham avvalgi dunyo emas degan bayonoti aslida oddiy siyosiy chiqish emas, balki global o'zgarishlar fonida Anqaraning yangi strategiyasini ochiq ifoda qilgan keskin signal sifatida yangradi. U Yevropa ittifoqiga murojaat qilib, Turkiyaga nisbatan yondashuvni tubidan qayta ko'rib chiqishga chaqirdi va ayrim Yevropa institutlarida hanuz strategik ko'rlik mavjudligini ochiq aytdi. Ya'ni Bryussel hali ham eski dunyo qarashlari bilan harakat qilayotganini ta'kidladi. Bu gaplar ortida katta siyosiy haqiqat yotadi. Turkiya 1987-yildan beri Yevropa ittifoqiga qo'shilish jarayonida qolayotgan bo'lsa-da, muzlab qolgan muzokaralar, siyosiy to'siqlar va ishonchsizlik sababli bu yo'l deyarli yopilib qolgan va endi Anqara o'zini Yevropa eshigida kutayotgan davlat sifatida emas, balki mustaqil kuch sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Uning fikricha, Yevropa Turkiyasiz global kuch markaziga aylana olmaydi. Chunki Anqara geografik jihatdan Yevropa va Osiyo o'rtasidagi strategik ko'prik bo'libgina qolmay, balki harbiy, energetik va siyosiy jihatdan ham muhim rol o'ynaydi. U NATOdagi eng kuchli armiyalardan biriga ega. Energiya yo'llari ustidan nazoratga yaqin va Yaqin Sharq hamda Kavkazdagi jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kreml signali keskin. Dmitriy Medvedev Yerevan uchrashuviga ochiq hujum qildi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Medvedev yana keskin va provokatsion bayonot bilan chiqib, Armaniston bosh vaziri Pashinyan hamda Ukraina prezidenti Zelenskiyni ochiqchasiga aqlsiz rusofoblar deb atadi. Bu bayonot uning Telegram kanalida e'lon qilindi va tezda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Medvedevning g'azabiga sabab bo'lgan asosiy voqea Zelenskiyning Yerevanga tashrifi va u yerda Pashinyan bilan uchrashuvi bo'ldi. Bu uchrashuv oddiy diplomatik muloqot emas, balki mintaqadagi kuchlar muvozanatini o'zgartirishi mumkin bo'lgan siyosiy signal sifatida baholanmoqda. Chunki Armaniston oxirgi yillarda Rossiyadan asta-sekin uzoqlashib, G'arb bilan yaqinlashishga harakat qilmoqda. Yerevanda bo'lib o'tgan uchrashuv davomida ikki yetakchi iqtisodiy hamkorlik, xavfsizlik va mintaqaviy barqarorlik masalalarini muhokama qilgan. Ayniqsa Ukraina bilan siyosiy aloqalarni kuchaytirish masalasi alohida e'tibor markazida bo'lgan. Bu esa Moskva uchun juda noqulay vaziyat yaratdi. Chunki Armaniston uzoq vaqt davomida Rossiyaning strategik ittifoqchisi hisoblanib kelgan. So'nggi paytlarda esa Yerevan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi faoliyatini muzlatdi. Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuvni kuchaytirdi va hatto Rossiya harbiy ishtirokini kamaytirish masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Aynan shu jarayonlar fonida Zelenskiyning tashrifi Kreml tomonidan geosiyosiy burilish sifatida qabul qilindi. Medvedev o'z bayonotida nafaqat siyosiy tanqid bilan cheklanib qolmadi, balki kinoya va masxara ohangida ularning ingliz tilida gaplashganini ham tilga oldi. Uning yozishicha, Pashinyan va Zelenskiy rus tilini yaxshi bilsa-da, o'z ojizligini yashirish uchun ingliz tilida gaplashgan va bu kamera uchun sahnalashtirilgan bo'lishi mumkin. Shundan so'ng u yana bir keskin kinoya qilib, AQSh siyosatchilari Donald Trump va J.D. Vance bilan kelib, ular uchun ingliz tilida imtihon olishi kerakligini yozdi. Bu ibora aslida siyosiy hazil emas, balki ochiqchasiga kamsitish va propaganda elementi sifatida baholanmoqda. Putin uchun yangi zarba. Makron Kavkazda katta reja boshladi. Emmanuel Macron tomonidan aytilgan Armanistondagi Rossiya harbiylari haqidagi bayonot aslida oddiy diplomatik gap emas, balki Janubiy Kavkazda katta geosiyosiy o'zgarishlar boshlanayotganining ochiq signali sifatida baholanmoqda. Unga ko'ra, bugungi kunda Armeniya hududida hali ham qariyb 4000 nafar Rossiya askari va 1000 dan ortiq chegarachilar mavjud bo'lib, ular asosan Russian Armed Forces tarkibidagi 102 harbiy baza va chegara xizmatlari orqali faoliyat yuritmoqda. Bu tizim 1990-yillarda tuzilgan kelishuvlarga asoslangan bo'lib, uzoq vaqt davomida Rossiya Armanistonning xavfsizlik kafolatchisi sifatida ko'rilgan edi. Ayniqsa Turkiya va Eron bilan chegaralarni nazorat qilish masalasida. Biroq so'nggi yillarda Nikol Pashinyan boshchiligidagi hukumat Rossiyaga haddan tashqari bog'liqlik xavfli ekanini anglab, tashqi siyosatda keskin burilish qilmoqda. Aynan shu fonda Makron Yevropani Armanistonga yordam berishga chaqirib, mamlakat o'z chegaralarini mustaqil himoya qila oladigan tizimga o'tishi kerakligini ta'kidladi va bugungi dunyoda Rossiyaga ortiqcha tayanish yaxshi emas deya ochiq bayonot berdi.
berdi. Bu gaplar Yerevanda o'tgan Yevropa siyosiy hamjamiyati sammitida yangradi va u yerda asosiy muhokama mavzularidan biri Armanistonning kelajakdagi yo'nalishi bo'ldi. Hozirgi vaziyatda Armaniston amalda Rossiya boshchiligidagi harbiy bloklardan uzoqlashmoqda. Jumladan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi faolligini muzlatib qo'ygan va u Yevropa Union bilan yaqinlashishga harakat qilmoqda. Bu esa butun mintaqada kuchlar muvozanatini o'zgartirishi mumkin. Chunki agar Armaniston sekin-asta g'arb orbitasiga o'tsa, bu Vladimir Putin uchun strategik yo'qotish bo'ladi va Rossiyaning Kavkazdagi ta'siri keskin kamayadi. Shu sababli Makronning bu chiqishi nafaqat Armanistonga yordam taklifi, balki Yevropaning Rossiyaga qarshi yangi bosqichdagi siyosiy signalidir. Chunki, ya'ni kurash endi faqat Ukrainada emas, balki boshqa mintaqalarda ham davom etmoqda. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Ukraina dronlari Moskvadagi paradda uchib o'tishi mumkin. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 9-may kuni bo'lib o'tadigan Moskvadagi paradda dronlar hujum qilishi mumkinligini istisno etmadi. Bu haqda siyosatchi Yerevanda bo'lib o'tgan Yevropa siyosiy hamjamiyati sammitida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu yilgi yoz Putin uchun kelgusidagi harakatlarni belgilaydigan hal qiluvchi palla bo'ladi. U urushni kengaytirish yoki diplomatik yo'lni tanlashi kerak. Biz uni diplomatiyaga undashimiz lozim. Rossiya 9-mayda parad o'tkazishini e'lon qildi, ammo bu paradda harbiy texnika ishtirok etmaydi. Agar chindan ham shunday bo'lsa, ular uzoq yillar davomida birinchi marta paradni harbiy uskunalar bilan o'tkazishni o'zlariga ravo ko'ra olmaydi. Ukraina dronlari ham ushbu paradga uchib kelishi mumkin. Bu ularning avvalgidek kuchli emasligini ko'rsatadi, dedi Ukraina prezidenti. Zelenskiy Rossiyaga sanksiyalar bilan bosim o'tkazish davom etishini ta'kidladi va sanksiyalarning 20-paketi uchun Yevropa ittifoqiga minnatdorlik bildirdi. 9-may kuni Moskvadagi an'anaviy parad uzoq vaqtdan beri birinchi marta harbiy texnikalarsiz o'tkaziladi. Rossiya mudofaa vazirligi buni tezkor vaziyat, Kreml esa terrorchilik tahdidi deya izohladi. Tadbir arafasida mobil aloqa ham cheklanadi. Ushbu cheklovlar nafaqat shahar markazida, balki butun Moskva halqa yo'li hududi bo'ylab joriy etiladi. Kreml paradda davlat yetakchilaridan kimlar ishtirok etishini e'lon qilmagan. Keskin burilish. Eron erkinlik loyihasini rad etdi. Mojaro yanada chuqurlashdi. Donald Trump tomonidan AQSh Eronga qarshi kurashda qiynalmoqda degan bahsli bayonot fonida yana bir keskin axborot paydo bo'ldi. U o'zining ijtimoiy tarmoq sahifasida AQSh va Eron o'rtasidagi harbiy farqni ko'rsatuvchi infografikani e'lon qildi. Ushbu tasvirda AQSh ustunligi juda kuchli tarzda ko'rsatilgan. Yuqori qismida Trampning rasmi joylashtirilgan bo'lib, yonida mamlakat qurolli kuchlarining 3 asosiy tarmog'i, quruqlik, dengiz va havo kuchlari to'liq jangovar holatda ekani tasvirlangan. Hatto Eron harbiy tizimlari zararsizlantirilgani haqidagi elementlar ham qo'shilgan. Bu esa oddiy taqqoslash emas, balki ochiq siyosiy signal va psixologik bosim sifatida talqin qilinmoqda. Ammo real vaziyat bu infografikadagi kabi bir tomonlama emas. So'nggi voqealar shuni ko'rsatadiki, Eron kutilganidan ancha faol qarshilik ko'rsatmoqda. U mintaqadagi AQSh bazalariga zarba bera oldi va ayniqsa Hormuz bo'g'ozi orqali global savdoga ta'sir o'tkazish imkoniyatini namoyish etdi. Bu hududdan dunyo neftining katta qismi o'tadi va u ustidan nazorat qilish har qanday global kuch uchun strategik ustunlik hisoblanadi. Shu sababli AQShning tezkor g'alaba qozonish rejasi amalga oshmayapti va mojaro cho'zilib borayotgan murakkab geosiyosiy qarama-qarshilikka aylanmoqda. Trampning Eronda na flot, na havo kuchlari, na havo himoyasi va na rahbar bor degan keskin bayonot ham aynan shu infografika ruhiga mos keladi. Ammo mutaxassislar bu gaplarni real harbiy bahodan ko'ra siyosiy bosim va ichki auditoriyaga yo'naltirilgan propagandaga yaqin deb hisoblamoqda. Chunki amalda Eron o'zining to'liq yo'q qilinmaganini ko'rsatdi va bu qarama-qarshilik hali tugamaganini ochiq ko'rsatmoqda. Natijada bugungi vaziyat shuni anglatadiki, bu oddiy harbiy operatsiya emas, balki uzoq davom etadigan murakkab va xavfli geosiyosiy o'yin bo'lib, unda har bir bayonot va hatto infografikalar ham real jang maydonining bir qismi sifatida ishlatilmoqda.